Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Esingizda bo'lsa, shu joyda qo'ydik sotishga. Ishoninglar, 3 kunda baraka bo'lib ketibdi. Egalari hozir chaqirib, aka kelib keting deydi, kelyapmiz, xudo xolasa. Inshaalloh rezultati zo'r. Aktiv uchun rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Videolar bilan kelyapman. Hayron bo'lmang yana. Tinchlikmi? Yaxshimi? Yaxshisiz? Bizimisiz? Tinchsiz? Hozirlar Yaxshimi? Chetdamilar? Ha, pani salafalarni san nima qilaylik? Ishoninglar, mana shu uyda fayzi bor. Baxshim zo'r uy, o'zimga ham yoqadi. Esingizda bo'lsa, mana teplitsalari bilan, hali issiqxonalari bilan dahshat. Ha, ukajon, nima gaplar uka? Aka, katta rahmat sizga. Gap Buni yo'q. Ro'zan kuni rostini aytish kerak. Uyda mana qo'yganimizga bir hafta bo'lgan bo'lsa, qo'ygan kuningiz 3 kunda sotildi. Endi bizning vaqtimiz bir haftadan beri endi bo'ldi, lekin qo'y bergan kuningiz 3 kundayoq sotildi. Boshqa blogerlardan iltimos qilganda, ular ham qo'y berishgandi, yo'q demasdan ular sotilmadi qandaydir. Necha yildan beri bu uy? 1 yil bo'ldi aka sotamiz deganimizga. Ha, sotilmadi. Men 1 yildan beri sotilgan yo'q. bo'ldi. Siz qo'y berib 3 kundan keyin sotildi. Gap yo'q. Ro'zani kuni rostini aytish kerak. Katta rahmat aka. Rahmat sizlarga. Sog' bo'lsin akajon. Nima bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qolasiz. Bo'ldi, nomer bor. Nima qilayotgan? Bo'ldi akajon. Akalar, uyimizga lekin gap yo'q. Kimda uyi, domi, kvartirasi ijaraga sotiladigan tomorqalar bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar, sotib berishga yordam beramiz. Lekin aktiv uchun sizlarga hammalarga rahmat. Bomba. Ko'p joylar sotilmagan joylarni sotib beryapmiz. Xudoga shukr. Hammalarga rahmat.